Qashqadaryoda bugun yana go'shtdayim. Bizning akamanda Abba aka. Akam bugun diyetada. Aka, bomor. Polvon tug'ilgan kuni. Akamning joyi. Sizga yoqimli ishlar bilan gaplashmaymiz. Gol tukan, Shahzod tukasi. Akam, mabruк. Bu yerda bitta kenja ekalamiz. Xudo xolasa. Qashqadaryoga go'sht. Ha, go'sht. Aka go'sht severing. Polvon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, o'g'li. Umringiz uzoq bo'lsin. Dangin do'ngir qiladilar. Xullas kalom kelganim beri faqat go'sht. Hamma davrasi shunaqa bo'lsin. Kommentariyaga go'shtni kilon narxini yozib ketasizlar. Sigirnikini, qo'ynikini, tovuqnikini narxini alohida yozib ketinglar. Shu to'g'risida ketdik. Ko'ring, bosamiz. O'g'aylar yig'ilib turinglar, xotin topiladi, do'st topilmaydi. Tobut ko'taradigan do'st bo'ladi. Hamma bu yerda qizga sodiqmi bilmayman, hech kim bu gapimga bir qarsa hamcha. Shunchaki kulib qo'ydim. Go'shtga kelinglar.